Hozirgi meditsinaning muammosi nima bo'lyapti? Zamonaviy meditsina. Zamonaviy meditsina oqibatni davolashga o'tib olgan. Muammosi oqibatni davolash. Har qanaqangi kasallikni keltirib chiqaradigan sabablari bor. Va u sabablar keltirib chiqaradigan oqibat bor. Sababsiz oqibat bo'lmaydi. Ruscha bilan aytganda, без причины следствия не бывает. Har bitta kasallikda o'zining sababi bor, uni keltirib chiqargan oqibati bor. Misol uchun gipertoniya, qon bosim. Bu nima bu? Bu oqibat bu. Xo'p. Buyrakdagi tosh nima bu? Bu oqibat. Qand kasalligi nima bu? Bu oqibat. Bular hammasi oqibatlar. Zamonaviy meditsina nima qilyapti? Sabab qoladi, oqibatga dori qilyapti. Pochkada tosh. Toshni operatsiya qilib olib tashlashadi. O'tfeli tosh operatsiya qilib olib tashlashadi. Lekin bu o'tfeli toshni keltirib chiqargan sabab turibdi-ku mana bu yerda. Ma'lum bir vaqt o'tadi, yana tosh paydo bo'laveradi. Qand kasalligi yoki qon bosim dorilarni berishadi, qon bosimini tushirishadi, qand miqdorini tushirishadi, ma'lum bir vaqt o'tadi, yana ko'tarilib turaveradi. Chunki sabab turibdi. Kasallik sababi nima? Birinchi sabablar. Eng birinchi sabab chi energiyasining buzilishi. Chi energiyasi yo yan yo indi buzilishiga olib keladi. Yan energiyasining buzilishi organizmdagi issiqlik ko'tarilishi bilan kechadigan jamiki kasalliklar bu yan energiyasining buzilishi. Temperatura pasayishi, issiqlik pasayishi bilan ketadigan jamiki kasalliklar bu in energiyasini oshib ketishi bilan bo'ladi. Ya'ni chi energiyasida agar yan energiya ko'tarilib ketsa, issiqlik oshib ketadi. Issiqlikdan bog'liq hamma kasalliklar. Agar temperatura tushib ketsa, bu sovuqlik bilan bo'lgan kasalliklar. Birinchi mana shu. Bularga har ikkovi ham to'rtinchisi gumoral boshqarish. Birinchi sabab mana shu. Undan keyin bu to'g'rilamasa, keyin mana to'rtta gumoral boshqarish yoki to'rtta unsurning buzilishi. Bu to'rtta unsurning buzilishi kelib havo, olov, suv, yerda buzilishiga olib keladi. Mana gumoral boshqaruvlar buzilgandan keyin ma'lum bir kasallik keladi. Har bittasining o'zini kasalliklari bor. Havo unsurini keltirib chiqaradigan kasalliklari bor, olovni keltirib chiqaradigan kasalliklari bor. Bunisini. Misol uchun oddiy misol, mana bemorlar kelib qoladi. Jigarim kasal. Xo'p. Necha yildan beri? Xo'p. Og'rib yurdi, keyin sariq bo'ldim, sariq bo'lib o'tib ketdi, sirrozga aylandi, doktorlar tushunmaydi, mol unaqangi ketdi. 15-20 yil mana oxiri ketdi. Uzr deyman, doktorlar o'qigan, ma'lumotli, hamma narsani biladi. Sizga to'g'ri lechena qolib beradi. Davolangan vaqtingizda tuzalib qolasizmi? Ha, davolansam, yotsam, tuzalaman, yengillashaman, chiqaman, yana 1 oy, 2 oy o'tadi, yana qaytalaman. Hop. Endi nima qilsin doktorlar? Sababi siz pelatoringizda kechirimli bo'la olmasangiz, nafratlanaversangiz, boshqa qilaversangiz. Mana birinchi sabab. Har nafratlanganingizda, har kechirmaganingizda mana bu yerda to'planib turaversa, doktor nima qilsin? Siz kechirimli bo'ling, nafratni yig'ishtiring. Shunda jigaringiz tuzalishni boshlaydi. Undan keyin mana ularni tartibga keltiring, tuzalish boshlanadi. Sog'lom turmush tarziga amal qilmaydi, asabiylashish, yana zararli oziq-ovqatlar, mana shular ta'sirini yillar davomida kelib chiqadi. Ha, mana nima deyshadi asosan? Qanday gap tarqalgan? Kasallikning birinchi sababi noto'g'ri ovqatlanish bilan noto'g'ri turmush tarzi deyshadi. Bo'pti. Keyin mana. Misol uchun armiyada SSR vaqtida 2 yil Sovet armiyasida 2 yil xizmat qilishgan. Ketdik. 2 yilda keladi. Bitta rotada 100 kishi o'rtacha, 100 kishi. 2 yil 100 ta odam ertalab bir vaqtda turadi, bir vaqtda mashq qilishadi, bir vaqtda ovqatlanishadi, bir xil yuguradi, bir xil nimasi kun bo'yi bir xil rejimda 100 ta odam bir xil rejimda yashayapti, bir xil ovqatlanyapti. 2 yil mobaynida. Armiya kasalligi degan kasallik bormi? Yo'q. Hammasi bir xil kasal bo'ladimi? Yo'q. Nimaga hammasi har xil kasal bo'ladi? Nimaga? Bir xil ovqatlanyapti, bir xil rejimda-ku. Chunki hammasida har xil xarakter bor. Har xil fikrlash bor. Kimdadir nafrat kuchli. Jigariga ta'sir qiladi. Kimdir quvonishni bilmaydi. Qon tomirlariga ta'sir qiladi. Kimdir
Sevgan qizi qolib ketgan, tashlab ketgan. Yaxshi ko'rishni bilmayapti. Yuragiga ta'sir qiladi. Mana sabablar. Demak, kasallikning eng birinchi sababi noto'g'ri fikrlash bilan noto'g'ri xarakter. Ma'lum bir fikrlash, ma'lum bir kasallik, ma'lum bir fikrlash bilan ma'lum bir xarakter, ma'lum bir kasallik keltirib chiqaradi. Har bitta kasallik fikrlashi bor. Misol uchun, kolit, ich qotish. Nimaga ichimiz qotadi? Men ko'pincha diagnostika qo'yayotgan vaqtimda kelishadi, diagnostika qo'yaman. Hop, kasalni aytib beraman. Pulsovoy diagnostika, tirnoq, yuz, tilga qarab kasal, to'liq fiziologik kasalni aytiladi. Hop, endi bu narsa bor. Undan keyin endi psixologik diagnoz deymanda, keyin xarakterni aytib ketaman. Ko'pchilik hayron bo'lishadi. Folchimisiz deyishadi. Xudo saqlasin deyman, folchi emasman deyman. Men ilm bilan shug'ullanaman. Men qattan buni bildim. Aytsa, hop, tomirdan ko'rish, diagnostika qo'yish. Qani tabobatda bor, lekin xarakter qayerda? Tomirdan ko'rib, yuzga qarab, tilga qarab, tirnoqqa qarab, 40 xil usul diagnostika bor. Bir nechtasini qo'llab, kasalliklarni aniqlagandan keyin shu kasallikka qarab turib, xarakterni aytib beraman. Misol uchun ich qotish bor. Ich qotish bo'lsa so'rayman. O'tgan kunlar ko'p o'ylarkansiz-a deyman. Ha, qayerdan bildingiz? O'sha o'tgan kunlar ko'p o'ylagani uchun ich qotyapti. Chunki siz o'tmishni oqlatib yashayapsiz, chiqindisi bilan. O'tgan kunlar o'tdi ketdi. Yaxshi kunlaringiz bo'ldi, quvonchini tortdingiz. Og'ir kunlaringiz bo'ldi, azobini tortdingiz. U kunlar o'tib ketdimi? O'tib ketdi. 5 yil, 10 yil oldingi voqealarni qaytarish nima keragi bor? Yo siz qaytaryapsiz, mana shu plastinkangiz aylanyapti. Endi miyangiz o'tib ketgan chiqindini chiqarib tashlamagandan keyin yo'g'onchining vazifasi organizmdan chiqindini chiqarib tashlash. Yo'g'onchi chiqarmayapti. Sizniki nuqul ichib o'tyapti ekan. Demak, kelajakda ko'p o'ylar ekansizda. 5 yildan keyin qanaqa to'y qilaman, 10 yildan keyin nima qilaman, boshqa qilaman. Mana shu miya kelajakda fikrlari bilan. Yo'q, kelajak 5 yil, 10 yildan keyin keladi. Shunday kunlar keladi, quvonchini tortamiz. Shunday kunlar keladi, azobini tortamiz. Bor bu narsalar. Lekin o'sha kunlar kelganda, ammo hozirdan uni tashvishini qilishni keragi yo'q. Bugungi kunda quvonchi ham, tashvishi ham bugunga yetadi. Xuddi shunday jigari kasal, nafratingiz bor, ha nafratim bor, nafratlanaman, kechiraolmayman deydi. Ha jigari sababi shu. Yurak kasal, yaxshi ko'rishni bilmas ekansiz, mana shu quvonishni bilmas ekansiz. Ha bilmayman, qanaqangi quvonish. Misol uchun mana yaqin insoningiz bir kunda men sizni 10 ta aytganingizni qilib bitta noto'g'ri chiqib qo'ysam nima qilasiz? Asabim buziladi. Mana sizni quvonishingiz. 10 ta aytganingizni qilyapman. Shunga bitta noto'g'ri chiqib qo'yapman. 10 ta aytganingizni qilganimdan xursand bo'lmasa, bitta noto'g'rini asabingiz buziladi. Bugun hayotda 10 ta aytganingiz bo'lyapti, bitta aytganingiz bo'lmayapti. 10 ta aytganingiz bo'lgandan xursand bo'lmaysiz, bitta aytganingiz bo'lmagandan siqilyapsiz. Mana kasallikning sababi. Yuragingizni qon bosimingizni oshishining sababi. Demak, birinchi o'rinda kasalliklarning eng birinchi sababi bu noto'g'ri fikrlash va noto'g'ri xarakter. Ikkinchi sababi o'sha sinergiyasini buzish. Mana shu noto'g'ri fikrlash va noto'g'ri xarakter sinergiyasini buzilishiga olib keladi. Ma'lum bir joyda agar xarakter hammasi joyida bo'lsa, fikrlar joyida bo'lsa, erkin sirkulyatsiya qiladi organizm. Endi kimdadir nafrat bor, mana shu jigarga kelganda jigar energiyasi boshlaydi. Yo bo'lmasam oshqozon. Hayotda hazm qilinmayapti. Oshqozon ham hazm qilinmayapti. Oshqozon kasallik keltirib chiqadi. Sinergiyasi, erkin sirkulyatsiya oshqozonda buziladi. Ya'ni ikkita yo'nalish bilan buziladi. Yo yang yoki ing. Yang buzilishi qanaqangi? Yang buzilishi, ya'ni yang ortib ketadi. Ortib ketganda bu kislotasi oshib ketadi. Oshqozon o'ta kuchli ishlayapti. Gastrit повышенной кислотности, gipersekretsiyali gastrit kelib chiqadi. Yo bo'lmasam energiya tomonga qarab buziladigan bo'lsa, giposekretsiyali gastrit. Oshqozon hazm qilinmay qoladi, kislotность pasayib ketadi. Mana, demak, noto'g'ri fikrlash bilan noto'g'ri xarakter seni buzyapti, buzilishiga qarab ketyapti. Yo yanga, yo inga qarab ketyapti. U yana ketdi dalchi. Safronni buzyapti. Safron keyinchalik oshqozonga ta'sir qilyapti. Mana sabab. Zamonaviy meditsina nima qilyapti? Bular qolyapti, mana buni davolaveradi.
oqibat. Bu oqibat sabablar mana bu yerda. Qachonki sabablar olib tashlansa, shunda demak birinchi o'rinda xarakter psixologiyani to'g'irlash kerak. Si bilan eng yan energiyalarni tartibga keltirish kerak. Keyin unsurlarda havo, olov, suv, yer tartibga keltiriladi. Undan keyin mana sabablar yo'qoldi. Shatda o'zidayoq o'zi organizm tartibga kelishni boshlaydi. Organizm tartibga kelishni boshlaydi. Bo'ldi, bag'ga kasalga dori qilmasangiz ham bo'laveradi, lekin yana ham tezlashtirish uchun yoki o'ta og'ir bo'lganda, kasallikka ham dori qilasiz. O'tib ketgan bo'lsa. Tuzaladi. Bo'ldi, butunlay qutulinadi. Ko'ra misolga keltirdim. Misol uchun mana ichlarida ich qotish, ich o'tish, kolit, enterit yoki enterokolit. Oshqozonda misolni keltirib berdim, jigarda misolni keltirdim. Hammasi misollar keltirib berdim. Yurakdan keltirdim. Yurak. Qon bosim yo ko'tarilib ketyapti, yo tushib ketyapti. Ko'tarilib ketishi yan buzilish, tushib ketishi in buzilish. Buni keltirib chiqarayotgan havo unsurining buzilishi. Havo unsurining buzilishining sababi si, in, yang energiyalarining buzilishi. Bularning buzilishining sababi quvonishni bilmaslik. Quvonishni to'g'irlashi bilan si to'g'ri aylanishni boshlaydi. Sini tartibga kelsangiz, in bilan ham tartibga kelishni boshlaydi. Ular tartibga keltirdingiz, keyin havo unsurini tartibga keltirdingiz, bu organizm o'zi ancha tozalanadi. To'xtadi. Ifloslanish to'xtadi. Va kasallik o'zi organizm o'zini tiklab oladi. Sekin tuzalishga qarab ketaveradi. Endi yana qo'shimcha undan tashqari dorilar qilsangiz, qon bosimi, yurak nimalarga dorilar qilsangiz, tezlashadi xolos. Barobar bajargan undan ham zo'r effekt beradi. Birdaniga barobar. Oddiy mana tushuntirib beraman tartibga keltirishni. Hop, mana nafas olamiz. Usullar juda ham ko'p. Men dorilarni aytdim, 4 xil, 6 xil ta'mda nimani aytib berdim. Mana si, in, yangni tartibga keltirish. Mana nafas olamiz. Nafas olganda nechta bosqich bor? Nechta bosqichdan bor? 4 ta bosqich. Oldik, pauza, chiqardik, pauza. Qarang. Unsurlarga qarang. Oldik, havo, pauza, 1, 2, 3, 4. Olov, chiqardik, suv, pauza, yer. Sendan bo'ladi-ku. Mana 4 ta unsur 4 ta nafas olish 4 bosqichga bog'langan. Endi havoni kuchaytirish uchun havo pasaygan, shuni hisobiga organizmda muammo kelib chiqyapti. Do'stlar, nafas olganda chuqurroq olamiz. Olishdi mana. Avishni chiqardi yana. Ketdi. Havo unsuri kuchayaveradi. Bir kunda 108 metrdan qaytarsangiz, 40 kun, 50 kun mobaynida havo unsuri tartibga kelishni boshlaydi. Kuchayadi. Yo bo'lmasam olovni kuchaytirish. Oldik, ushlaymiz. 1, 2, 3, 4, 5 ichimizda sanaymiz. Chiqardik yana. Oldik, pauza yoki suvni chiqarganda oldik, chiqarish uzoqroq bo'ladi. Pauza. Mana 4 ta nimani boshqarish. Qarang. Nafas olgandagi ushlab turish. Qon bosimini ko'taradi. Nafas chiqargandan keyin pauza qon bosimini tushiradi. Qon bosimingiz bormi? Nafas oldingiz, chiqardingiz, pauza qiling. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oldik. Chiqardik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qon bosimi tuzaladi. Qon bosimi ko'tarib turgan vaqt bajarganingizni ham o'zi pasaytirishni boshlaydi. Qon bosimi past bo'lganda bunaqasiga nafas olasiz. Demak, mana 4 ta unsurni boshqarish. Endi energiyalarni boshqarish. Si, yang, in, energiya. Atrof to'lib yotibdi. Siga ham, yanga ham, inga ham to'lib yotibdi. Faqat shuni olishni bilish kerak. Hop. Ikkala burundan nafas olish, bu yer deyiladi. O'ng burundan nafas olish, quyosh deyiladi. Chap burundan nafas olish, oy nafasi deyiladi. Quyosh nafas, oy nafas, yer nafas. Hop.
Endi qanday? Agar chi energiyani tartibga keltirmoqchi bo'lsak, almashtirib nafas olamiz. Almashtirib. Shunda chi energiyasi tartibga keladi. Yana qanaqangi? 11-ni bekitamiz, nafas chiqaramiz, mana chiqardik, 11-ni bekitdik, bekitgandan keyin chapdan olamiz. Oldik, pauza qilamiz. 1, 2, 3, 4. O'yindan chiqaramiz. 1, 2, 3, 4. O'yindan olamiz. 1, 2, 3, 4. Chapdan chiqaramiz. 1, 2, 3, 4. Shu tarzda davom etaveramiz. O'yindan olamiz, pauza, chapdan chiqaramiz, chapdan olamiz, pauza, o'yindan chiqaramiz. Bu chi energiyasini tartibga keltirib beradi. Yan in o'ynaydi, tartibga kelishni boshlaydi. Bo'ldi, tamom. Endi yan energiya sizda pasayib ketgan. In energiya oshib ketgan. Organizm ko'p sovqotadi. Semizlikka moyil, sivib pasa semirib ketasiz. Boshqa lanjlik, ya'ni qanaqangi. Chap burunni bekitiladi. Chap burunni o'yindan olamiz. Mana. Oldik, pauza. 1, 2, 3, 4. Chapdan chiqaramiz va birdaniga o'yindan olamiz. 1, 2, 3, 4. Chapdan chiqardik. Bu holatda nima bo'ladi? Biz o'yindan olganimizda tabiatdan, koinotdan bizga yetishmayotgan yan energiyani olyapmiz mana. Yan energiyani oldik. Yetishmayotgan va o'shamiz olovni kuchaytiramizda, keyin bekitib turib o'zimizdagi ortiqcha energiyani chiqarib olyapmiz. Keyin yana yetishmayotgan yanni oldik, endi chiqardik. Yanni olamiz, endi chiqaramiz. Va ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin yan bilan in tartibga kelishni boshlaydi. Endi yan ko'payib ketgani, in pasayib ketgan bo'lsa, ya'ni erkak energiyasi ko'payib ketgan, ayol energiyasi pasayib ketgan. Ozg'insiz, quvvat oshib ketgan, agressiv holatdasiz, uxlamaysiz kechqurun. Bu ya'ni energiyasi oshgani simptomi. Hop. O'yinni bekitamiz. Chapdan nafas olamiz. Oldik, darrov o'yindan chiqaramiz va o'yindan chiqargandan keyin pauza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chapdan oldik. O'yindan chiqaramiz. Pauza. 1, 2, 3, 4. Nima bo'lyapti? Chapdan olganimizda bizga yetishmayotgan energiyani olyapmiz. Chiqarganimizda, o'yindan chiqarganimizda o'zimizdagi ortiqcha yan energiyani, erkaklik, issiqlik energiyasini chiqarib olyapmiz. Ma'lum bir vaqt shu mashqlar bajarganda tartibga keladi. Mana oddiy, hammasi oddiy. Qadimgi tabobat, ya'ni tabiat, koinot qonun qoidalariga va insoniyat qonun qoidalariga asoslangan. Qadimgi tabobat qanday qaraydi? Alloh bu olamni betartib yaratmagan. Qonun qoida, tartib qoida bilan. Hamma narsaning qonun qoidasi bor. Va butun koinot, butun tabiat o'sha Alloh yaratgan qonun qoidaga amal qiladi. Qonun qoidaga bo'ysunadi. Va tabiatda jarayonlar ketadi. Mana shu chi, yan, energiya jarayonlari, havo, olov, suv, yer jarayonlari ketadi. Xuddi shu koinotda ketadigan jamiki jarayon bizni ham ichimizga ketadi. O'shaning uchun qadimgi tabobat insonni mikrokosmos deydi, mikrokoinot deydi, olamni makrokoinot deydi. Ya'ni biz ichimizga ketadigan hamma jarayon butun koinotda ketadi. Koinotda bo'ladigan hamma jarayon biz ichimizda bo'ladi. Faqat biz mana shu koinot bilan, tabiat bilan garmoniyaga tushishimiz kerak. Ya'ni muvozanatga. Biz muvozanatda bo'lsak, hamma narsa joyida. Muvozanat buzilsa, muammo. Mana qadimgi tabobat nimaga asoslangan?